Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar. Xullas, uch ko'zli trendda sotilayotgan kameramizdan yana chiqaryapmiz. Xullas, uch ko'zli kameramiz pastidagi 360 aynaladi akalar. Ikki chekka deyiladi, o'ng tomon, chap tomonga qilsalar ham bo'ladi, tepaga qilsalar ham bo'ladi, bunaqa qilib. Pastga qaratib qo'ysalar ham bo'laveradi xullas. Oldidagi LED chirog'i, sensor datchik, xullas hammasida LED chirog'i bor. Yonadi, mana svetlar yonadi, odamnikida mana aynalar. Orqasida ko'rayotganlaringdek kannay bor. 4G ishlaydi. Keyin Wi-Fi da ham ishlaydi akalar bu. Xo'p, 32 talik original chip bepul qo'shib beramiz. Dastavkasi bepul O'zbekiston bo'ylab. Telefonlaringga uстановка qilib beraman, ishlatib ko'rasizlar. Yo'qsa 100 ming so'm zakat tashlab berasizlar. Qolganini kamerani qo'lga olgandan keyin tashlab beraverasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak 680 ming so'm. Xo'p, bunimizdan hozir zakaz berishdi. Andijon viloyati Chinobod tumaniga ketyapti. Lochinko'z .uz dan ketyapti. Xullas, 3 ko'zli kameramiz. Keyingisi akamiz musofirda ekanlar. Adashmasam Rossiyada, Qashqadaryo viloyati Qamash shahriga ketyapti. Xullas, Wi-Fi ham oldilar, mana. Wi-Fi ni ham qo'shib berdik. Xo'p, 350 ming so'mga plus 10 metr kabel 25 ming so'm, 680 ming so'mga 3 ko'zli kameramiz, mana 32 talik chipi, bonus, dastavkasi ham bepul akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Telegramdan aloqa qilsalaring, shunaqa 3 ko'zli trendda sotilayotgan kameramizdan berib yuboramiz.